Endi bizning keyingi elementimiz qarang. Bu linked list hisoblanadi. Linked list demak o'ziga xosligi shundaki, bu list interfeyslaridan voris olgan, query interfeyslaridan ikkalasidan ham voris olgan. Ikkita interfeysni implement qiladi. O'shaning uchun bunda listnikidan tashqari o'ziga xos bo'lgan querydan kelgan metodlari ham bor. O'ziga xoslik tomoni shunda. Endi array listlarda qarang, shunaqa ediki, o'sha array listlarga xos bo'lgan xususiyat linked listlarga ham xos, faqat buni o'ziga xosligi shundaki, bu elementdan tashqari o'zida ikkita linkni saqlaydi. Demak, o'zidan oldingi elementga bo'lgan link, o'zidan keyingi elementga bo'lgan linkni saqlaydi. Link deganda nimani nazarda tutamiz? Masalan, mana shu elementimiz. O'zidan oldingi elementning xotirada turgan adresini mana bu joyda yozib qo'yadi. O'zidan keyingi turgan elementning xotiradagi adresini mana bu joyda linkini saqlaydi. O'shaning uchun ham bu linked list deb aytiladi. Linked list. Hop, linked listlar dastlabki elementi undan oldin element yo'q bo'lganligi sababli mana bu joyda null ni saqlashadi. Demak, oxirgi element ham xuddi shunaqa. Bundan keyin element yo'q bo'lganligi sababli oxirida demak null ni saqlashar ekan. Bundan oldin mana linkini saqlaydi. Mana nimada batafsil ko'rsatilgan. 3 ta element, mana dog, cat, cow degan 3 ta element. O'rtada cat turibdi mana. Mana linkini saqlayapti, o'zidan keyingiga ham linkini. Dastlabki turgan null ni saqlayapti. Mana o'zidan oldingini o'rniga null saqlayapti. Oxirgi turgan ham o'zidan keyingi elementning adresi yo'q bo'lganligi sababli null ni saqlaydi. Mana shunaqa tartibda linked list amalga oshiriladi. Endi qaysi birini qo'llaganimiz qulayroq? Masalan, linked listlar shunaqaga xususiyatga egaki, bularga add va remove qilish array listga nisbatan tez amalga oshiriladi. Juda ham tez amalga oshiriladi. Lekin ichidagi birorta obyektni get qilib olish juda ham ko'p vaqtni talab etadi. Men linked listlarga o'sha real hayotda poyezdlarni, ya'ni uzun turnaqator bo'lgan vagonlarni keltirishimiz mumkin. Ichidan birorta elementni olish uchun bitta-bittalab vagonlarni o'tib, o'rtadagini olib, keyin qaytadan yana boshqalarni bir-biriga ulab qo'yishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan tartibda, prinsipda amalga oshadi. Demak, o'zaro bir-biri bilan bog'langan, ya'ni linklar orqali bog'langan list ekan bu. Endi buni o'ziga xos, mana agarda biz oxiriga element qo'shadigan bo'lsak, mana oxirgi ko'rsatkichi bundan oladi-da, mana bunga o'tkazib qo'yadi. Element qo'shadigan bo'lsak. O'chiradigan bo'lsak ham xuddi shunaqa. Endi o'ziga xosligi mana dastlabki mana add first oldiga qo'shishim mumkin ekan, add last oxiriga qo'shishim mumkin ekan. Bu o'sha querydan kelgan o'ziga xoslik tomonlari. Hamda descending iterator, ya'ni iterator elementlarni teskari tartibda joylashtirib beradigan iteratorimiz ekan. Hozir bunga misol ko'ramiz. Get first, get last. Keling, mana shu metodlarni har biriga bittadan misol ko'ramiz. Masalan, bizda linked list bor edi. Linked linked listimiz. Keling, shuni listni ochamiz. Yo'q, linked listni ochamiz. Teng. Xo'p, ichida aytaylik integerlari bor bo'lgan linked listimiz bor mana. Integers teng new linked list. Bu bizda aytaylik listdan tashkil topgan bo'lsin mana. Oldingi listimizdagi elementlarni bunga ko'chirib qo'ydim men. Endi demak, bunda listnikidan tashqari, ya'ni array listnikidan tashqari quyidagi metodlari bor. Add first mana. Integer deyman, qarang. Mana shuni biz integer linked list deb nom beraylik mana. Linked list add first mana. Add first masalan 50 ni qo'shib qo'yaman oldiga. Mana. Xuddi shunga o'xshagan add last degani bu oxiriga qo'shib qo'yaman. Oxiriga esa 100 ni qo'shib qo'yaman. Oxiriga 100 ni qo'shib qo'ydim men. Demak, add first, add last hamda bizada endi
descending iterator. Keling, mana shu descending iteratorni foydalanishdan oldin ekranga chiqarib ko'raylik. Linked listni qanaqa tartibda chiqadi. Mana linked listimiz. Oldingi elementlarni oldim, oldiga 50 ni qo'shib qo'ydim, oxiriga 100 ni qo'shib qo'ydim. Bu o'ziga xos metodlardan biri. Xo'p, save qilaman. Biz linked list bilan ishlayapmiz. List qo'yaman, mana ajratib qo'yish uchun bo'ldi mana. Endi descending iterator. Demak, biz iterator olar ekanmiz. Ichida xo'p, integerlari bor bo'lgan nom beraman. Teng deyman. Demak, linked listni descending iterator mana teskari elementlarni teskari tartibda joylashtirib beradi. Endi bitta-bittalab ekranga chiqaraman. While deyman, iteratorimiz mana iterator has next bo'lsa, u holda o'sha element, ya'ni next elementni ekranga chiqardingiz. Out iteratorni keyingi elementini ekranga chiqarsa. Filusdan va mana tabelyatsiyasini ham qo'yib ketdim. Mana. Pastga tushib qo'yamiz. Endi tekshirib ko'ramiz mana. Elementlarni teskari tartibda joylashtirib berdi mana. Teskari tartibda 100, mana 8, 7, 6 va kaza. Bu descending iterator ekan. Xo'p, yana bitta o'ziga xosligi get first, get last degan metodlari bor ekan. Ekranga chiqazaman. List linked listni get first mana. Xuddi shunaqa get last. Mana. Ekranga chiqazadigan bo'lsak, natijani bizga o'sha dastlabki va oxirgi elementlarni beryapti mana. Endi remove first, remove last. Dastlabki va oxirgi elementlarni o'chiraman. Linked listni remove first deyman hamda linked listni remove last deymiz mana. Dastlabki va oxirgi elementni o'chirib, keyin ekranga chiqazaman linked listni. Dastlabki va oxirgi elementlarni o'chirgan holda mana bizga nimani beradi. Yana boshqa o'ziga xos metodlar bor. Men hammasiga to'xtalib o'tirmadim. Eng asosiylari mana shunaqa ko'rsatib berdim. Endi qachon qaysi birini ishlatamiz? Linked listni qachon, array listni qachon? Asosan eng ko'p hollarda array list ishlatiladi, chunki array listni ishlatadigan holatimiz shuki, o'sha array listni to'ldirib olamizda ichidagi elementlarga murojaat qilaveramiz. Ichidagi elementlarga murojaat qilamiz. Ko'pchilik holatlarda mana shunaqa amal bajariladi. To'ldirib olinadi, keyin ichidagi elementlarga murojaat qilib, uni ichini indeks orqali murojaat qilib ishlayveramiz. Ya'ni get amali ko'p foydalaniladigan bo'lsa, array list deb ishlatar ekanmiz. Agarda add va remove amali juda ham ko'p ishlatiladigan bo'lsa, u holda linked listni ishlatganimiz ma'qulroq bo'lar ekan. Endi mana bu joyda bizda diagrammamiz bor. Mana shu diagrammada ko'rinib turibdi mana. Linked listdan remove qilish juda ham kam vaqt talab etadi mana. Array listdan remove qilish ko'p vaqt, bir necha barobar ko'p vaqt. Agar linked listdan get qiladigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqtni talab etar ekan mana. Array listdan get qiladigan bo'lsam, mana kam vaqt, juda ham kam vaqt oldi. Men buni geti bilan buni getida katta farq bor. Add mana linked list array listga add qilganim menimcha vaqt ketadigan bo'lsa, array listga add qilganda undan ham kamroq vaqt ketadi. Agar get ishlatiladigan bo'lsa, array listdan foydalanganimiz qulayroq. Demak, bugungi mavzuimiz mana shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.